Assalomu alaykum. Bugungi data struktura va algoritmlash darsida endi sizlar bilan mashq qilamiz. Mashqimiz nimadan iborat bo'ladi? O'zi bu kursda asosiy narsa o'rgatish emas, o'rganish hisoblanadi. O'rganish deganda qanaqa o'rganish? O'zi qilib ko'rib, o'zi yasab ko'rib, ya'ni topshiruv beriladi, shu topshiruvni qilib ko'rish kerak. Agar qila olmasa, misol uchun nima bo'ladi? O'rganib ko'rish kerak. Misol uchun meni darslarimda men o'zim ham qilib ko'rsataman. O'shandan bitta o'rganib ko'rish kerak bo'ladi. Ana endi bugungi darsimizda qiladigan ishimiz sizlar bilan arrayni noldan yasashni boshlaymiz. Har bitta darsda qanaqadir funksiyasini qo'shib boramiz. Bugungi darsda men sizlar bilan qo'shish funksiyasini mashq qilamiz. Birinchi har doim o'zingizlar qilasizlar. Xo'p, sizlarga topshiruv qanaqa bo'ladi? Bizda oddiy array yozganimizda Java'da statik hisoblanadi. Statik deganda nima u? Misol uchun, hop, bitta new int qiladigan bo'lsam, misol uchun 3 ta deb yozadigan bo'lsam, buning ichiga narsa qo'shadigan bo'lsak, hop, buning ichiga indekslari bo'ylab qo'shish kerak bo'ladi. Misol uchun 1 qo'shdim va hokazo. Hop. 10 qo'shdim misol uchun birinchi indeksga, ikkinchi indeksga buni qo'shdim. O'sha 3-indeksga narsa qo'shib bo'lmaydi. Xato beradi. Sababi bizda o'zi 3 tadan narsa sig'adi. Shuni hisobiga hozir ishlatadigan bo'lsam, menga xato beradi. Mana ko'radigan bo'lsanglar, array index out of bounds exception. Ya'ni mana hamma chegaradan chiqib ketdi deyapti. Bugungi mashqimiz nimadan iborat bo'ladi? Sizlar o'zingizlar shunaqangi array yasanglarki, shu yasagan arrayni ichiga boshlang'ich qiymat nechta bersanglar, 3 ta bersanglar, boshlanishiga keyin 4 ta qo'shsanglar ham hech qanaqa xato bermasin. Xohlagancha qo'shish mumkin bo'lsin. Ya'ni dinamik bo'lsin. Ya'ni dinamik ravishda o'zgarib borish kerak bo'ladi. Xo'p, buni kodini men hozir yozib bermayman. Kodini men Farruh Developer kanaliga tashlayman. Agar bu mashqni o'zingizlar qila olmasanglar, shu kanalimga kirib, Farruh Developer deb yozsanglar, Telegram kanalimga mana bunaqa yoziladi. Farruh Developer. Yoki shunda Google ga kirib, Farruh Developer deb yozsanglar ham, hop, Telegram deb yozsanglar, sirada chiqib keladi. Mana birinchi meni kanalim chiqib keldi. Hop. Telegram kanalim chiqmasa ekan, sirada Telegramdan qidirsanglar ham bo'ladi. Boshqa narsa bo'lib ketib qoldi. Xullas, mana videolarim chiqib yotdi. Telegramga Farruh Developer deb yozadigan bo'lsanglar ham, xuddi shunaqa qilib o'zi chiqib keladi kanalim. Shu kanalga men yechimini tashab qo'yaman. Hop, shu kanaldan buni yechimini olsanglar bo'ladi. Bugungi darsimizda asosiy narsa mashq qilishinglar. Ya'ni mana ko'radigan bo'lsak, 10 ni qo'shdim, 20 ni qo'shdim, 30 ni qo'shdim. Keyin bizda 3 tada yana 40 qo'shdim. 3 tadan oshib ketdi. Ko'rasizlarmi? Boshlang'ich nima deydi? Bularni miqdoridan oshib ketdi. Lekin o'zi print funksiyasini ham yozib qo'yganman. O'zi bu array ichida yoziladigan funksiya emas, alohida bo'lishi kerak. Faqat bugungi darsimiz soddaroq bo'lish uchun print funksiyasini shuni ichiga yozib qo'yganman. Hop, ko'radigan bo'lsak, bu mana bunaqa ishlaydi. Mana 10, 20, 30, 40 hammasini ekranga chiqarib berdi. Shunaqa sodda qilib ekranga chiqarishinglar kerak bo'ladi. Bo'lmasa darsimizni yakunlaymiz. Sizlarni javobinglarni kommentariyada yozib qoldiringlar, hammasini YouTube kommentariyada. Xo'p, agar yecha olmasanglar, Telegram kanalim Farruh Developerdan javobini olsanglar bo'ladi.